Agrobank ATB Paxtabod filialiga biriktirilgan kontur maydonidamiz. Konturning chegarasi ushbu paxta ekilgan joydan bug'doy ekilgan joygacha. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Andijon viloyati Paxtabod tumani Durdiyor MFE 121-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda makkajo'xorining vakmak navi ekilgan. Maydonning hajmi 10 gektar. Eni 70 metr, bo'yiga 1500 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan o'sish jarayonida. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 58 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,17 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Oftobxon Oyimchaxon MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 50 ming dona, jami 500 ming dona hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadi yanada oshirib boriladi.